Vorisga bir paytda bitta nevropatolog SDVG sindrom qo'yganda, keyin boshqa nevropatologga sanga olib kelganimda hech qanaqa SDVG sindromi yo'q degansiz. SDVG sindrom bu diagnozmi, bu nima degani? Onalarga to'liq ma'lumot berib, shu haqida tushuntiramiz. SDVG bu sindrom defitsit vнимания giperaktivность, ham diqqat bolada sochilib ketadi, bo'linib ketadi va unda giperaktivlik ko'payib ketadi. Bir vaqtda o'zida inson diqqatini bir joyga qaratadi va fikrlaydi. SDVG da bo'lsa diqqatini sochilishini natijasi bola 3 xil 4 xil fikrni bir vaqtni o'zida o'tkazadi va bu tanaga berib yuboradi. Ham fikrlarimiz tarqoq bo'lgandan keyin tanamiz avtomatik harakatda bo'ladi-ku. Shunaqa biz nimani o'ylasak va shunga qarab tanamizni shu ishni qilishga moslashgan. Shuning uchun ularda giperaktivlik bo'ladi, o'zini o'zi boshqara olmaslik bo'ladi va diqqatini uzoq vaqt bitta joyga jamlay olmaganligi uchun u informatsiyalarni to'liq oxirigacha qabul qilmaydi. Qabul qilmaganining hisobiga unda shu bilim yetarli bo'lmaydi.